Stan ame ikkita zarbadan o'qishlash ulgurdi, lekin bilasizmi nima? Pyure xato qildi. BKBni yoqib yubordi. Endi nima bo'ladi? Ayex bilan menimcha hujum bo'lsa kerak. Bu yerda ahvol ame farm qilish bilan ovora. XM ham. Hozir bilasizmi nima? Time walk, time deletion bilan keldi. Ancha aggressiv harakatlar. Pyure tomonidan. Ko'ramiz. Demak, T3 ketdi. Endi kazarmalarni sekin-asta urishsa bo'ladi. Menimcha hujum bo'lmasa kerak. Betum jamoasiga bemalol qo'yib berishsa kerak. Elder Titan. Tinidan tos. Hex. Nima bo'ladi? Stan ame ikkita zarbadan o'qishlash ulgurdi, lekin bilasizmi nima? Pyure xato qildi. BKBni yoqib yubordi. Endi nima bo'ladi? Ya, imkon berishmadi. Shtatshtorm point xirona qo'ydi. Qanaqa o'ylashdi hozir Betum jamoasi vakillari. Mana buni haqiqiy payt desa bo'ladi. Kentaur qochib ketdi. Olarmikan? Tepa oddiygina tepaga berishmaydi. Ikkita zarba. Yeb qo'ydi hozir. Kentaurni Pyure esa qochib ketishga muvaffaq bo'ldi.